Böyle yo'q narx. Qancha uka narxi? Narxi 2 million 100 ming so'm. Videoni oxiriga qo'ydik. Uchinchi partiyasiga qo'ydik a. Uchinchi partiyamizga 2 million 100 ming so'mga ketdi. Realniy narxi? Realni. O'zi. O'zi mana bitta o'zi so'm. Akalar yarim emas. Ro'zani kuni aldaydiganlar jayimiz yo'q. Like ni bosib, obuna bo'lib, oxiriga kuzatib turing, 2 million 100 mingga ketaveradi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari. Mana bunday toza hisorini haqiqiy zo'rin ishqibozlari. Akalar videoni oxiriga kuzatib turinglar. Bir ikki partiya yaxshi qo'ylarimiz kelgan. O'sha yetik gigant bo'lgan sovg'alarimizdan akalar video qilib chiqaveramiz. Bir ikki partiya yo'qsa 3 partiya qo'yimiz chiqadi akalar. Like ni bosib, videoni boshida qo'llab-quvvatlab akalar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib turinglar, xudo xolsa mana shularni chiroyli qilib narxini yengillatib sizlarga yoritib beramiz akalar. Bu qo'ylarimiz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida akalar, shu arzonchilar o'tib qishlog'ida. Mana shu Akmaljon ukamizdan ma'lumotni beraveramiz. Akmaljon, yaxshimisiz? Islomjon aka, zo'msiz? Ha, rahmat. Zo'msiz? Oldingizmi? Ha, qo'ylar yaxshilardan kelibdi, uka. Bugunga vaqt zo'rlardan kelgan. Qo'ylarni qaranglar. Uka, bu videoni boshlab aytaylik. Yosh qanaqa, bo'y basti qanaqa? Yosh 2 ham 4 ishdan. Hop, 4 ishdan. Ikkinchi qoringa bo'g'oz. Bo'ylar 85. Bo'ylar 85. Ikkovi ham naq bo'g'oz. Bilinyapti. Naq bo'g'oz, xo'sa quloq boshlari butun ekan. Ikkitasini boqaman deganlar oxiriga chiqaveradi. Akalar dumba razrezlari kelishgan. Haqiqiy qo'ydi, zo'rini, originalini, tozasini boqaman degan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Xudo xolsa naq bo'g'oz uka bular. Ikkovi ham naq. Bunga qorinlari ham osilyapti. Qo'ylarni qaranglar akalar, xudo xolsa. Qo'llari ham bilinyapti. Chiroyli vaj qolaman degan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Xudo xolsa aloqalab turaverasizlar. Ha, jonivorlarni qaranglar. Haqiqiy qorinliq sifatiga gap so'z bo'lishi mumkin emas ekan. Xo'p, uka yeb-ichish sog'liqlari qanaqa bo'ladi? Zo'r, sog'lig'i ham zo'r. Uylariga borganda faqat olishaveradi yana. Qo'ylarni qaranglar. Haqiqiy chiroyli, sifatli qo'ylar ekan akalar. Shu hisorini akalar tashtandi deydi-yu. O'shan haqiqiy tozasi original mana. Xudo xolsa aldansang ham yoshiga aldan deydi akalar, shunaqasidan. Bittadan tuqqan ikkinchi qoringa bo'g'oz ekan-ku. Qoringa bog'liq, xudo xolsa. Bo'ldi. Xudo xolsa buni dastlabkilarini chiroyli qilib olib berasiz, olishsa. Qorinlar, qo'ylar qaranglar akalar. Katta lekin. Jonivorlar, haqiqiy yirik qo'ylar ekan. Mana. Yuzboshi tiniq, sifatiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yosh qo'ylar ekan, jonivorlar. Jonivorlarni qaranglar. Xudo xolsa kambag'alni bo'y qilaman degan variantidan olib qo'ying, mana chiroyli qilib narxini aytib beradilar. Akmaljon, buni narxi nima deymiz uka? Nekinchikini yo'q. Tars aytib qo'yavering. Bo'ladigan narxi 7 million 500 ming so'mdan ketaveradi. 7,5 million so'mdan. Qolgan narxi ishqibozlarga chiqaveradi. 7,5 bo'lsa dastlabkasi qayergacha uka? Dastlabkasini Toshkentgacha yetkazib olib beramiz. Toshkentgacha. Realni olaman degan akalarimiz aloqalab turaverasizlar. Aloqalab turaverasizlar akalar. Ana, haqiqiy chiroyli sifatli qo'ylar ekan. Ishqivoz aloqa chiqarsin, biz keyingi partiyani kuzataveramiz. Ikkinchi partiyamizga akalar mana bundaqa naq yetuk bo'g'oz sovg'alarni. Xudo xolsani. Qo'ylarni qaranglar, haqiqiy sifat, chiroyli narsalar ekan bu. Yelinini qaranglar, jonivorni. To'g'oyda turibdi ekan. Mo qo'ylarni qaranglar, jonivorlarni, haqiqiy sifat ekan. Buni ma'lumot nima? Mo qo'zishligi Akmaljon mana. Bittasi qo'zi, odam gibi. To'g'oyda turibdi ekan, jonivorni qaranglar, yelinini. O'ta kelgan janob. Birinchisiga tug'ib beradi, xudo xolasa. Quloqlari ham bir 20 atrofida keladi shiliga. 20 chiqib qolsa kerak. Haqiqiy shalqon quloq ekan. Bitta sariq, bitta olasidan. Jonivorni qaranglar, haqiqiy zo'rlardan ekan. Jonivorni qaranglar. Bormi ishqivoz mana? Soni o'zi ozgina 5 dona ekan bu qo'zini. Va garbanosini qaranglar akalar. Quloq tashishlarini haqiqiy sifat ekan jonivorlar. Hammasi naq bo'g'oz. Hammasi naq bo'g'oz. O'zi qorinlar tashlab to'ldiryapti ekan jonivorlar. Dehqon olsa chiroyli barakasini topib yuraveradi akalar. Oqlar katta lekin. Hammasi o'zi yilin to'ldiryapti ekan jonivorlar akalar. Endi bu videoda yilin kishilar bu ko'rinmaydi akalar. Qarang, lekin klipasi Oqlari ham janolar osilib qolib, haqiqiy zo'r ekan. Jonivorlarni qaranglar. Bormi ishqivoz mana? Soni 5 dona ekan. Bo'y bas nima deymiz? 80-85 ga beraveramizmi? 80 pilska olsin. 80 pilska oshiradi. 85 chiqaradi. Qo'zini turishini qaranglar akalar. Haqiqiy zo'r ekan jonivor. Garbonosini qaranglar. Ishqivoz bo'lsa sotilaveradi akalar. Donaga ham sotilaveradi Akmaljon. Donaga ham sotilaveradi. Bitta hammasini olaman degan ham ketaveradi. Gap yo'q. Nechta olaman deysiz, shuni bitirib beraveramiz.
qo'yiladi, qaranglar akalar. Bir qo'l orqa taraflarni ham ko'rsatib qo'ydik, aylantirib akalar. Jonivorlar. Bahosi narxini ham yengil qilib beramiz, bor Akmaljon. Narxi vaqti yengil. Chiroyli qilib, ogohdan ham baraka topadigan qilib qo'yib bersangiz, duo qilib eslab yurib boqishadi jonivorlar. Narx bo'g'oz ekan akalar, xudo xolsa o'ynanadigan narsa emas. Bosaveradigan joy akalar. Narxi nima deymiz buni? Bo'ladiganini aytib qo'ygan. Narxini bo'ladiganini aytalayman, 6,5 dan ketaveradi bu ara. 6,5 million so'mdan. Bir joyga, bir joyga. oxirgi narxda Oxirgi taqalgan narxi. Sizlarga telefon qo'llaringizni chiqarib yuborib deysa, dastaga qilib olib beraveramiz. gap yo'q. 6,5 million so'mdan bo'lsa akalar chiqarib berilar ekan. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqarasizlar akalar. 24 soat aloqadamiz ekranda nomerlarga. Jonivorlarni qaranglar. Kimga ma'qul kelsa aloqa qilib turaverasizlar. Akmaljon, bu oxirgi partiyamizmi? Bundan keyin oxirgi partiyani ko'rib tursin, 2 million 100 ming so'mga bir dona qo'yamiz. 2 million 100 mingga. 100 ming so'mga. Qo'chqormi, ulug'mi? Oxirigacha ko'rib turishsin videoni. Videoda ko'rishaveradi. Jonivorlar, gap yo'q. Oxirgini ko'rsatamiz akalar. Ha bu Akmaljon, mashina 2 million 100 ming deganingiz. Mashina Islomjon aka 2 million 100 Ha, so'mga. jonivorni qaranglar. Narxga ketaveradi. Yebich qanaqa uka? Yebichi bor-ku, buldozer. Ajdarhomi? Qorinni qarang, qorinni. Qorinni qarang, jonivor. Bu sovlig'i uka? Sovliqcha. Sovliq ekan, dumbarazida bor ekan qo'ydi. Ozgina qarovul qolib ketgan ekan. Qotgan ekan bu jonivor. Jonivorni qaranglar akalar. Lekin qonini yem hashak qo'xtama yerga. Yemashasi zo'r edi. Yergan bu qo'y. Gaping, jonivorni qaranglar. Quloq qarang, quloq. 2 oyligi bor ekan Akmaljon. Shunaqa. Lekin bo'yi ham bir 55 chiqaradi. Shunaqa chiqib qoladi. Bir yiqqashdan chiqib qoladi. Bo'yi nima uni? Sifat zo'r ekan, xudo xolosa. Chiroyli qilib, parvarishini qilib. Parvarishini qilaman deb, o'zim katta qilib olaman degan odamga ketaveradi. Yaxshi ekan. Qo'yvaranchi bitta uka. O'ta charchagan lekin. Mana jonivor ketdi. Ma. Nurik bo'lyapti-yu, shunaqa qo'zi ekan. Ana akalar, buni ismi ham bor, Nurik. Nurik sog'lig'imiz. Haqiqiy. Jonivor. Chiroyli ekan. Uka, buni bo'lagani 2 million 100 mingmi? 2 million 100 ming so'mga ketaveradi. Kampami yo'qmi? Yo'q. Oxirgi narx, ha? Dastakkasi bor vodiygacha. Shu 100 ming desang qo'ysangiz 2 million pulingiz qolar ekan. Gap yo'q. Like'ni bosib obuna bo'lib aloqaga chiqarasizlar. 2 million 100 ming so'mga ketdi mana. Jonivor. Sog' bo'lasizlar.